Demak, birinchi misolimizni tahlili bilan gaplashamiz. Birinchi misolimizda 4 ning 10-si ayrilgan 11 ni 10 ga bo'lgandagi qoldiqni toping. Demak, 10 ga bo'lgandagi qoldiq bu oxirgi raqamni bildiradi. Ya'ni birlar xonasida necha turgan bo'lsa, 10 ga bo'lganimizda shu qoldiq qoladi. Demak, 4 ni darajalari 4 ni darajasi agar toq bo'lsa, oxirgi raqami 4 bilan, 4 darajasi agar juft bo'ladigan bo'lsa, oxirgi raqami nima bilan tugaydi? 6 bilan tugaydi. Demak, 4 darajasida 10 daraja juft bo'lgani uchun bu 6 raqami bilan tugaydi. Natijada 4 darajasida 10 ayrilgan 11 ni oxirgi raqami inobatga oladigan bo'lsak, birinchi ifodamiz 6 bilan tugaydi. 6 minus 11. Ya'ni 6 dan 1 ni ayirsak, bu nima bilan tugaydi? 5 bilan tugaydi. Ya'ni javob 10 ga bo'lgandek qoldiq 5 ga teng.